Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli do'stlar. Bugungi joyimiz Urganch Cityda bo'ladi. Enerba Group korxonasini qurib turgan domlarni ko'rib o'tinglar. 9 etajli domimizni hamma etajidan sotib joyimiz chiqdi. Subsidiya kredit etib olaman degan bo'lsangizlar, bemalol o'zingiz kelib, dokument hujjatlarini ko'rib, savdolashib olsangizlar bo'ladi. Endi magazinlar ham sotuvda bor, hurmatli obunachilar. Berimizda 2 xonali, 1 xonali, 3 xonali xonadonlarimiz gelip savdolaşıp alsanızlar bo'ladi. Bir xonali kvartiralarimiz 54 kvadrat metr, 2 xonallarimiz esa 75 kvadratdan chiqadi. Hurmatli obunachilar, 3 xonalarimiz esa 103 kvadrat metr. Joyimiz ichkari tomonini ko'rsatib o'tsam, beda eldin aytib o'tdikman, mestasi Urganch Cityda, aeroportga yaqin joyda beda institut bo'ladi. Berimizda Vamosni haykali ham bo'ladi. Hurmatli obunachilar, yo'ldan kirgandan ekan bo'ladi joyimiz. Joyimiz fasadlarini ko'ring. Fasadlar ham zo'r dizaynda ishlangan. Joyimiz panorama aynalardan ega, o'zini alohida, hurmatli obunachilar. Joyimiz kadastr hujjatlari 100% chiqib turibdi. Bu yerda detis plashatkalari, mashina qo'yish uchun parxobkalari, hamma narsasi bor. Joyimiz ham vobshe gap bo'lishi mumkin emas. Qanasa ichkari qismini ko'rsatib o'tsam, yetdik. Etajimiz ham yetib keldik, hurmatli obunachilar. Liftlar 100% ishlab turibdi. Her etajda 1, 2, 3, 4, 5, 6 dona xonadonimiz bor ekan. Xonaları 2 xonallarimiz 75 kvadrat, 1 xonalarimiz esa 54 kvadrat metr. 3 xonalimiz ham bor ekan. Hurmatli obunachilar, 3 xonalimiz 103 kvadrat metr. 2 xonalimizni donishtirib o'tamiz. Enerba Group kompaniyasi qurib turibdi ekan. Hojatxonalari alohida sanuzilimiz bilan tarafimiz hojatxonamiz bo'ladi. Girish kodlarimiz ham ulug' razmerda tushgan. Joyimiz elektrik montajlari bo'lib turibdi, santexnik ishlar ham bitib turibdi. Hurmatli obunachilar, shifalobkani chiqarib, oqartirib beradi ekanlar ish durishunda. Bu joyimizda 2 balkonga ega, hurmatli obunachilar. Balkonlarni ko'ring, balkonlar ham ulug' razmerda tushgan. Bu tarafimiz bog'cha salib o'tganlar, bog'cham ishga tushadi, xudo xolasa. Bu yerimizda detiski plashatkasi bo'ladi ekan. Bu tarafimizda parxobkasi, domni bu tarafidan parxobkalari bo'ladi. Bu tarafdan ham girib kelsa bo'ladi. Bu yerimizni yo'lni aytib o'tsam, chekka yo'li bo'ladi. Chekka bolxonada hamma biladi. Bu tarafga chiqadigan bo'lsak, aeroportski bo'ladi. Joyimiz zo'r tochkada joylashgan. Bu joyimiz kvadrat metr 75 kvadrat metr. Yan tarafimiz zalimiz bo'ladi. Zalimizda 2 anasi tushgan, registrlar 2 na qo'yilgan bo'ladi. Oyoq tilamiz tashqiyasi bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. Joyimiz balandligi ham 3.10 metr, hurmatli obunachilar. Balandligi ham baland etib solingan. Yan tarafimizga o'tadigan bo'lsak, kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda o'zini balkonga ega. Beda gaz o'chiruvchilari bo'ladi. Bu yerimizda ovqat uchun gaz beriladi dedilar. Registrlar uchun kotelniya ulanadi, hurmatli obunachilar. Avvalgidek bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz balkonni ko'rsatib o'tsam, balkonundan bu tarafda o'zini maktabi, bu yerda katta institut bo'ladi dedilar, hurmatli obunachilar. Joyimiz ibedan kirib kelasizlar. Girgandan o'sha domimiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Aeroport ko'rinib turibdi. Aeroport ham zo'r tochkada yaqingina o'tib ustansilar ham bo'laveradi, hurmatli obunachilar. Joyimiz 2 xonalini ko'rsatib o'tdim. Yerimiz 75 kvadrat metr edi. Datchikdan svetlar qo'yilgan, hurmatli obunachilar. Yerimiz 1 xonali kvartiramiz. 1 xonali kvartiramiz 54 kvadrat metr, hurmatli obunachilar. Bu tarafda sanuzel. Yerimiz ham aytganimdek elektrik montajlari bo'lib turibdi. Bu tarafimiz zalimiz. Aynalar aqva ayna bo'ladi. Joyimiz balandliklari ham baland etib solingan. Shoshilib qoling, hurmatli obunachilar. Xonadonlar ozroq qolgan deb turibdilar. Joyimiz subsidiya orqali alsangizlar ham bo'ladi. Quruvchi nomerini yozib qo'yamiz, mulk egasini nomerlarini qo'yib o'tamiz. Bemalol o'zingiz kelishib olaverasizlar. Kvadrat metrini nechadan beradigan bo'lsalar, DPP'sine qarab kvadrat metrning summasi o'zgarib boradi, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz 2 xonali bo'ladi. Yerimiz ham 75 kvadrat metr. Yerimiz ham xonalari alohida. Bu tarafimiz sanuzel bo'ladi. Issiq sovuq suv kelib turibdi, hurmatli obunachilar. Bu tarafimizda balkonni ega. Mana eldindan parxobkasi bor deb o'tdilar.
parkov kesan bu, arkasından bu. Detis plashatkasi arkasında bo'ladi. Bu yerda inek maktab, stadion, hamma detis plashatka, hamma narsa bu ustiyasi zo'r to'skada. Birimizda haykal quriladi. Yaqinlashtirib o'tsak, hurmatli obunachilar, ko'rib o'ting. Haykalimiz shunda bo'ladi. Ben tarafimizda o'tadan olsa. Bu dimoxotimizni havo tozalash uchun qo'yilgan narsamiz. Ben tarafimiz zalimiz bo'ladi. Zalimizda ikki oynasi tushgan. Plitalar bilan bosilgan ustilari, balandliklari ham baland etib 3-10 etib solingan. Birimiz 75 kvadratga ega, hurmatli obunachilar. Ben tarafimiz spannimiz bo'ladi. Spannimiz ham normal kattalikda qolgan. Elektrik montajlari bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. Görüp o'tganlaringizdan keling joyini ko'ring, hurmatli obunachilar, dokument hujjatlarini ko'ring, notariuslashib olavering. Liftlar 100% ishlab turibdi. Bu tarafimizda yana bir komnatasi, hurmatli obunachilar. Berimiz ham shu aytib o'tganimning ikki komnata, berimiz ham 75 kvadrat metr. Berimiz inan ko'rib o'ting, panorama ayna tushgan, ul ayna tushgan. Joyimiz shu zo'r variantda ekan, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz doğru kuxniyaga o'tkazsak bo'ladi ekan. Kuxnimizda gaz o'chiruvchilar qo'yib turibdi dedik. Gaz berib turibdi, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz sanuzilimiz bo'ladi. Bu tarafimiz spannimiz bo'ladi, hurmatli obunachilar. Spannimiz ham ul rasmida qolgan. Qurilishlar davom etib turibdi. Ber xudo xolasa zo'r joy bo'ladi. Maktab bog'chadan umuman problemasi yo'q, hurmatli obunachilar. 5-chi xonamiz ham 2 xonalı, hurmatli obunachilar. Har etajda shunda 4 dona kvartira 2 xonalı, birisi 1 xonalı, yana birisi esa 3 xonalı bo'ladi. Berimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz ham ul rasmida tushgan, hurmatli obunachilar. 2 oynasi tushgan, cherto'ji zo'r ekan, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda o'zini alohida balkonuna ega. Bu tarafini ko'rsatib o'tsam, hurmatli obunachilar. Inek bendan ham girkasi bo'ladi. Inek benim joy qurilib turibdi. Xullas, bog'chani yonida bo'ladi. Bog'chani ham o'sha domni o'zi bu tarafda bog'cha solib turibdi ekan, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz spanni bo'ladi. Spannimiz ham ajoyib rasmida tushgan. Har xonamizda avtomatlari o'shida joylashgan. Bemalol ajoyib etib ishlab qo'yibdi ekanlar. Eng oxirgi xonamizga kiradigan bo'lsak, liftlarni aytib o'tdim. Liftlarda o'zini alohida kameralarga ega, beri ajoyib signalistalari, hamma narsasi bor. Berimiz toilet sanuzilimiz alohida joylashgan. Katta qolgan ekan sanuzillar, hurmatli obunachilar. Suv o'chiruvchilar ham kirib turibdi. Bu tarafimiz zalimiz bo'ladi. Zalimiz rasmida ham ul tushgan. Aynalar oq oyna. Joyimiz pataloqning balandligi 3-10 bo'ladi. Stashkalari bo'lib turibdi, hurmatli obunachilar. Bu tarafimizda o'tadan olsak esa, girish qotlamimiz ham ul rasmida tushgan. Bu tarafimiz spanni bo'ladi. Spannimiz ham ul rasmida tushgan. 2 dona balkonga ega bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu tarafimiz yana bir zalimiz demak bo'ladi. Ul tushgan ekan, 2 oynasi tushgan. Yo'l tarafiga qarab turibdi. Joyimiz arka qibla solingan. Skvoznoy bo'ladi bu joyimiz. Shamol aynalashi yaxshi bo'ladi. Bu tarafimiz kuxnimiz bo'ladi. Kuxnimizda o'zingiz dedingizdagini aytib, kuxni mebellarni asanslab bo'ladi. Bu tarafimizda yana balkondan ega. Bu joyimizni, 3 xonalimizni 103 kvadrat metr deb aytdilar. Keling joyning dokumentlarini ko'rib, o'zingiz savdolashib, notariuslashib alsanslab bo'ladi, hurmatli obunachilar. Joyimiz ko'rib o'tdik. Hozircha hamma etajından bodat tuttular. 2'de 3'de obunachilar liftlardan ko'rib o'tsak, liftlarga 13 odam sig'adi. Kameralarni ega. Yan tarafimizda ining aytib o'tgan 1 tonnalik odam ko'taradi. Hurmatli obunachilar, joyimiz 9 etajga domimizni 4-etajimizni ko'rsatib o'tdik, hurmatli obunachilar. Joyimizda inek podizlarni ko'ring, podizlarda tashkil bo'lmagan bo'ladi. Qo'shnilar bilan chiqib ajoyib etib, hurmatli obunachilar. Joyimiz boshqa gap bo'lishi mumkin emas, sifatlatib solingan. Joyimiz kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga murojaat etib gaplashib olishlaringiz mumkin. Sog' olun, salomat olun, kanalga obuna bo'lishdan chiqmasin. Hammaga shunday joylar olish nasib etsin.